Hammaga salom do'stlarim, sizlar sevgili do'st va Admiral kanaldasizlar. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Admiral va Sinkni do'st. Bugun biz zombi aplikasiyasida 100 kun davomida yashab qolishni o'rganamiz. Xo'sh, qanaqa bo'lsa, ko'z onlayndan mana. Qarashing. Uje apokalipsis sezon desa ham bo'ladi. Shunday. Obunachilarimiz aqlli, bizga har doim videolarimizga kirgan layklar bosib, keyingi video nimadan bo'lishini aytib turaman. Albatta, keyin podpiska ham bosib qo'yinglar ishgarlar. Sen daraxt chopib turgan, men ana qilaman. Hop, Tosh bosib qilaman. daraxtlar dahshat, yonib ketyapti. Uni shularni aytmasam, 125 ta mod bor bo'ldi. Sal lag bo'lib qolsa xafa bo'lmaysizlar. O'zaga tanka ham so'rayapman. Shunday. Albatta stream agar yoqinglar desang, stream ham yoqamiz. 50 ta obunachi bo'lganimizda stream qilamiz. 12 ta toshimiz bor bizda. Daraxt chopish shunchalik qiyin bo'lyapti, lekin oz qoldi. Ana. Voy, meni o'ldirib qo'ydi daraxtdan. Nima ustimga o'qnadi. Voy aytmadimmi? Aytmadim. Yog'ochimni ber, o'g'ri. Sandiqda nima aytmaysan? Sandiqda narsa bor ekan. Kirka kimni narsa yasab tashlab bolta. Bo'ldi, ikkita bolta yasasak yetadi. Yo'q, bolta yasab bitta tosh qozyapman. Mana bo'ldi. Toshdan yasadim hozir. yaxshi. Tashab ketishimiz kerak. Ha, tashladik. Biz uyqurmasak zombi aplikasiya o'ynayapmiz. Esing yo'qmi? Esimda bor, lekin bu biyomda bizni mazamizni qochirib qo'yishadi-da. Asal tosh nima qilib uyqurib olishimiz kerak-ku. Ana turaman, daraxt qozib turaman. Daraxt qozmayman, chopib turaman, bolalar. Albatta, men iloji boricha tosh qoziyman. 1-2 stak pasini toshdan qilamiz. Iloji bo'lsa ba'zan teparoq qilishimiz kerak. Chunki bu juda yomon. Yo'q, ba'zan uzun qilish kerak-da, 2-3 ta nima qilib atrofini o'rab harbiy baza qurib tashlashimiz kerak. To'g'ri. Chunki bu zombilar har kun kuchayadi, aqllashadi, tezlashadi. Albatta. Neftlanadi. Shu video chiqqandan keyin agar xohlasalaring, like bosib, podpishka qilsalaring, bor ekan. podpishka qilsalaring, qani men ketyapman. Bo'z bilan solishmoqchi, jigarlar solishasanmi? To'g'ri. Oy, shularni qamasak qaytadi. Mana Qani noto? bu tomonda tepada men qarab Qamab bo'lardi. Artefakt videosida ko'rgandim. bo'lsin hammamiz pazamgacha olishimiz kerak. Bilet uyg'ondi, qoch. Baqirib oldiga jo'natmayapti, uchirib yubordi. Bo'ldi, borma. Bolalar qalli odam mana shuni ham bitta ro'yxat. Ay, muzlatdi menga. Muzlat tashadi. Muzlat qo'ydi. Jigarimda soma. Joni o'ldirib ko'ramizmi? Bu menimcha eng oddiysi. Muzlatdi menga o'tib ketdi. Davay, jigar solish, sol. Sencha? Sen solayapsan, men solay. Negadir ping bo'lyapti bizda. Juda yaxshi, men hozir. Jigarimni o'ldirib, joni kam o'ldirib qo'ydi. Men senga tipa qilaman. Tipa qilolmadim. Buni aylantirib olish kerak. Uy, jonimni o'zi yarim ketdi. Joni kam qoldi. Aylanib urush kerak. O'ldi. Biz uni o'ldirdik. Menga bitta tashadi, nima narsa ekan. Bitta ko'ramiz. Mencha boshqa qolmasin. Tashadi. Voy, meni o'ldirib qo'ysin. Zo'rmisan bitta ko'ray. Bu yo'ldan ketamiz. Uy, bitta keda oshna. Bar joning kam. Picha vaqt kerak. Nima qilish uchun? Mayli, mayli. Picha vaqtdan keyin pastda chiziqchasi bor-ku, uni ko'rib turibsiz. Boshqa tomonga ketamiz. Ashtolar ekan. Buyoqqa.
Picha tosh tozalaymizmi? Endi bu havo. Ular yuraveradi. Bu tomonga yursa oddiy bo'ladi. Ket. Mayli. Qanisini oldi. Tamam. Da. Picha ping bo'lyaptimi, nimadir bo'lyapti menda. O'zi internet shunday bolalar. Biz Wi-Fi da emasmiz, o'shaning uchun. Wi-Fi'miz yo'q to'g'rirog'i. Norda qayerda shu ekan topolmayapman. Mening bitta papa bor. Sen kimdir ular? Aniq. Hozir Okey, beqa. Cho'chqa go'shtim bor, yeysanmi? albatta jonim bo'ldi. Qani tezlash. To'g'ri yuraverakchi, yaxshiroq. Shloqni degan. Qishloq chiqsa-ku yomon yaxshi ish qilardi. Kanalga obuna qo'ylar bolalar, nimani kutyapsizlar? Picha daraxt chopaylik, to'xta. Sen shuni chopib turing, bu tomonda. Bolalar nimaga kanalga holigacha obuna bo'lmadilaring? Axir Ronaldodan ham o'tib ketishimiz kerak oyda oxirigacha, to'g'rimi? Albatta, sizlar pulni qo'zg'asangchi o'tamiz. Aytgan Messi zo'rmi, Ronaldo zo'rmi kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xuddi shunday kommentariyani ham qiladi tashinglar. Bu tomonda cho'kkan nimadir bor, o'sha bu tomonda biyon. Mana zombi. Birinchi zombi qotil bo'lgim kelyapti. Menga qarab tur, iloji boricha daraxt chopyapman, ustimga og'naman. Короче, mana zombi ham eng qizig'i emas, yerda menda ham ping bo'lyapti, lekin qanday ping bo'layotgan tushunaman. Pingimiz ekan juda baland turibdi, uni strelkasi juda tez. Mayli, o'ynayveraylikchi. Bitta yomon xabarim bor. Ha. Osmon yo'qolsin. Kech bo'ldi. Daraxt sabzi. Ustimga olish xavfli. Bu yerda boyaga monster lavani nimani qara. Neft qara. Qarama, pingvinlarni qara, ichib og'ir. Muzga qo'ygan. Taktilyapti. Chatda. Meni o'ldirib qo'yadi. Yarim soatdan uriyapti. Shu boyaga monsterga nisbatan bilasam hech qalqondan foydalanmadi. Trikmandan. Albatta yo'q. Yo'q, orolda hazar qilgan odamlar qanday bo'ladi? Menimcha yo'q, qo'yibchi. Yo'q, qo'yish shartimiz qo'lingda yo'q. Tashadi. Bagi bor-ku buni. Qanday? Qo'lingda olsang qanday effekt tashab yuboradi. Ko'p ko'mir bor ekan. Mayli, qo'lingda yo'q. Endi bas otib. Onlar yangi versiyadan modlardan ham hozir shu qiziq bo'lganligi uchun shuni qo'yib gapni. Pastda lava bor ekan, lava tushunadi. O'shaning uchun men anaqa qildim-da, ketga. Mana temir. Birinchi temirni qozyapman. Mana shu lavani yo'q. Shu merdagi. Birinchi ko'mir men boya qozib ketdi. Temir. Bitta bu tomonda yana bitta qon borga o'xshayapti. Endi asta qozyapman, yaxshi qozyapman. Bizda 7 ta temir bor. Hozir mana bu yoqda ham temir bor ekan. Hozir o'zimizdan ular chiqyapti. Qo'chga osmonlagan bilaman. Ana unda yurganda zombilar orasida. Endi ham temir ko'p qozyapman. Lekin bu temirni ishlatishimiz uchun qandaydir darajaga o'tishimiz o'tarmiz, bar qo'lib qo'yish kerak. Tushib yurmaymiz. Bu yerda qanday resurslarni boshqachalari ko'p ekan. Ha, g'alati resurslardan lekin foyda yo'q. Mana yerda yo'q, mana inson qora. Meni urma. Menda ping, monster joyda turgan ekan. Temirni qozarsan. Temirni ko'rmabman. Ichkarida boshqacha resurslar chiqarib albatta menga qarab tur, menimcha oldimga zombi yaqinlashyapti. Ko'miz bitta joydamiz. Men boshqa joydaman. G'ordamizku. Adashib qoldim menimcha. Menga tipiqa temir juda ko'p eritib bir-birini yasab olmasak. Tipa narsa. Ana yor. 30 ta temir.
Zombilar ovozi kuchayyapti. Menimcha shu yerda chimnaman. Sal pastroqqa tushib, nima topish harakat qilaylik. Sehrlangan kitoblarimiz bor, yaxshi. Pastroqqa tush. O, yana temir. Cho'chqa go'shti 8 ta bor ekan, o yeyman. O'lishga aql bilaman. Yon tomonda orqangga qarab turibman, zombi yo'q ekanda. Orqamizga javob tush. Temirni ko'proq eritak, mana shu katta joy ochib qo'ygan. Xo'sh, umrimizda Atayin qilmadim. menimcha konda o'tkazmasak kerak. Temirni tasha. Kechirasan. Sog'lar ekanmiz. Qilich yasadim. Ishlatolmaysan. Chiramgada Urushlarni bilan narsani kel seni. o'tkazchi. Mana ishlat. Buni yana kiyish ko'rinibdi. Kirdi. Ha, bunda lekin nima? Hayot kiygan bo'lmayapti. Men o'shanday u. Ay. Ketish kerak. 5-daraja qilich deyapti. Bizda darajamizni. Bilmadim shuni. Kitobdan ko'rsa bo'ladi shundan. Kitob bormi? Kitobni armiyatga O, bu o'tsak. tomonda tursa aholi bor o'xshaydi. Qurollangan. Granati, yordam Qaysi tomonda? bersak parazit. Mana shu tomonda. Ikki kishi zombi ham bor ekan. Meni o'ldirib qo'y. Qoch yetib qoldi. Ешь, блядь, не нравится комнат. Nihoyat endi uy qursak bo'ladi. O, endi normalniy bor. Daraxtchop Nortoy. O. Öldürüş. Hemen Moldova ekan. Debay. Menga olmos blok berdimi? Kemetr. Men de resursdan to'g'ridan ololmayman. Olmos blok berdi 3 ta. Moldan tushdi. Ya yaxshi-da, mana shu modda lekin Kazmaniyadan dara qolyapman. Hey, mana moldan mana qara kirkani. Moldan rit kirka bile. Shuda mana menda ham. İşlet olmasligim. 24 nimadir yo'tish kerak. 24. Biraz izlaymiz men shu yerdan turamiz. Izlayib yur. Naryoqda ham bor. Bo'l, bular shuni turaversan, teginman orta. Teginman, mana yerda uy bor. Uy quramiz. Uy joy bor. Uni bir chizlashdi. Mana yer normalniy joy. Ochiq ham tekisroq ekan. Gigant zombi. Oy! Ne öldü? Koşa kaçırtma. Şu doim zaten bir qochib ketdi. Jim qochmay qol. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ontadan bo'lsa ikkita algish qo'yishni nechta kerak?
Tarafta o'qib kelishga harakat qilaman. 1 2 3 4 5. Men tarafga harakat qilaman chunki menda tosh resursi yo'q. 1 2 3 Qo'ylarda ham animatsiya bor ekan. 1 2 3 4. Ikkita haliga qilyapman. 2 3. Odamda zombi yo'q. Kattaroq uyquroq quryapman. Sen ham yordam bersang tez bitardi. Menda hozir tosh yo'q, hamma resursini tashladim. Yaqinda Yog'och. qishloq bor, jigar. Qishloqqa zombilar kelyapti. Qishloqni qidiranda men uy qurib turaman. Mana shu tomondan keldi. Bu qishloq borligini aniqligini bildirmaydi. 3 ta qishloq zombi keldi-da. Mana bu yerda past qishloqi. Buni degan mumkin. Menga ko'ra tez uyda bitirganimiz yaxshimi? Yog'ochda o'zimizni yog'ochimiz bor-ku, ana shuni Bilaman, yangi ana qolamiz. O'shanaqadan hozir 19 ta yana bitta daraxt odam qilamiz, qancha shart. Hop, polni qilyapman paka. Bo'lmaydi. Hop, Shu qayerda eding? bu yoqda qora daraxtdan qo'ysak ham bo'lsa kerak, a? Yigit mavzuda maydalanmagan. Chek. Uni kesib yaxshi aralashmoqchi. Hop. Tamam. Mana yerga zina qo'y. Eshik ham qo'y. Tashiga oldingmi qara yog'och tashib. Oldim, mana. Creeperga yaxshi qo'yishimiz kerak. O'sha hozir bizdagi kunlar kam. Nima hammasini menga tashlagansan. Men tasham, sen ham turib chiqib. Zombi yo'q ya. Tezlashni ortga tezlash. O'zimga qolmay qoldi. Keyin mana 32 ta tashlaganman. Yana bitta chiqib, yana bir etash. Yana 2 etash qo'shib, 2 etash qo'sh. Ertalab bo'layotgan uchun tushdi. Qaysidir modda shundaymi? Nomi esimda yo'q. Zombi modda. Tom nima? Toshmi tom? Yo'q. Yog'och. Bitta qolib ketdi havo. Mana kesinga tashladim o. Norday tashlam o. Bersak yasash kerak. Yasadim. Deraza. Nima ko'p. Hozir uychamiz atrofini to'g'rilashimiz kerak. Mana pakka turar ekan shunday. Dadan. Sandiqdan narsalarni o'g'irlamaysan deb o'ylayman. Sandiqdan narsalar o'g'irlashni. Xo'p. Shuncha ovqatim bor ekan, och yuribman. Ovqatni isitishni nima qilib yaxshi bo'lardi isitsang. Shu ovqat. Qilasanmi? Ha. Pechga qo'ysang. Pechkam yo'q, o'zing qil. Menda pechga yo'q, toshim yo'q. Sandiqda bo'lishi kerak pechga qara. Bu bor ekan. Tabiat. Ha? Tabiat senga emas. Yo'qmi? Nima yo'q? Uyimiz ancha chiroylilashib qoldi.
fakir bo'lsa fakir qo'ysanki yaxshi bo'ladi. Ikkinchi etajini qo'shamiz. Zaynab asıl tushunchagan tugatgan kerak. Xo'pki. O'zimiz yashaymiz. Barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan Odinlar va Sink Needles bo'ldi. Like bostirang, 30 ta like to'plasalaring oldimdan qo'y. Keyingi qismi albatta chiqadi. Like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.